Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb shu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib qoldi yurt uy 23. bab Allah yo'lida kafirni o'ltirgan kishining fazilati. Allah Taala mundaq deydi: "Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kimki Allah yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Allah Taala yana mundaq deydi: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ltiringlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kafir bilan uni o'ltirguchi do'zaxda mangu jamlanmaydi. Salmon ibn Rabi'a Bahili radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men mushu qilichim bilan temir savut va dubulg'i kiygan, hammasi Allohdan boshqaga ibodat qiladigan 100 kishini o'ltirdim. Ulardan hech birini asir ilib o'ltirmadim. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Salmon ibn Rabi'a Bahili radhiyallohu anhu ni Kufaning qozi qilib tayinladi. Keyin Osman ibn Affon radhiyallohu anhu uni Armina g'azotida bosh qilib avatdi. U shu g'azotda shahid qilindi. Muhammad ibn Sirin mundaq deydi: Bara ibn Malik radhiyallohu anhu orqasiga yiqilib tushib yetib qoldi. Anas radhiyallohu anhu qerindishim Allohni zikr qilgan degaydi. Bara radhiyallohu anhu o'ltirib: "Ey otamning o'g'li Anas, men ko'rpamning ustida o'lmayman. Sen bilan birga jangga kirganda o'ltirgan mushriklardan sirt yana yakma-yak ilishib 100 mushrikni o'ltirganman" dedi. Yana bir rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bara ibn Malik bir misra she'r o'qigan. Men uningga: "Ey qerinishim, o'qigan bu she'ring sening oxirgi so'zing bo'lib qolmasin" desam, u: "Men ko'rpamning ustida o'lmayman. Men mushrik va munofiqlardan 100 kishini o'ltirgan" dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq bir xat yozgan edi. U, ya'ni Bara ibn Malikning qaysarligi tufayli qo'shinlarning halok bo'lib ketmasligi uchun musulmonlar qo'shiniga uni qo'mondon qilmanglar. Yamama jangida mujohidlar Bara ibn Malik radhiyallohu anhu ni qalqonga o'ltirg'izib, nayzi bilan ko'tarib dushmanning sepili ichiga tashladi. Shuning bilan u sepildagi Musaylimaning askarlariga hujum qilib, urushib, ishikni ichibatdi. Bu chaqda uning 80-chi yeri yaralangan edi. Musulmonlar Tustar shahrida Farislar bilan jang qilganda Bara ibn Malik radhiyallohu anhudan o'zlariga duo qilishni talab qildi. Chunki u duo qilsa ijobat bo'ladi. Bara radhiyallohu anhu Allohga duo qilib: "Ey Rabbim, ularga qarshi bizga yordam bergan. Ularni mag'lubiyatga yuzlantirgan. Meni payg'ambariga hamroh qilgan" dedi. Ondan u va uning bilan birga bo'lgan kishilar Farislarga hujum qilib, ularni mag'lub qildi. Bara radhiyallohu anhu mushu kuni shahodatga erishdi. Bara ibn Malik radhiyallohu anhu jihadga to'limi hirismaydi. Mansab tutishdan o'zini qochiratdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Abu Musa Ash'ari Basraga vali qilinib avatilganda, Bara ibn Malik ham uning bilan birga edi. Bara ibn Malik Abu Musaning vaziri edi. Abu Musa Baraga: "Mendan xohlagan amalni tanlab olgan" degaydi. Bara: "Men sendan amal va maosh so'ramayman. Lekin menga o'qiya, nayza, qilich, qalqon va Alloh yo'lidagi jihodni bergan" dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hunayn kuni kafirni o'ltirgan kishi uning narsa keraklariga erishidi dedi. Shu kuni Abu Talha radhiyallohu anhu mushriklardan 20 kishini o'ltirib, ularning narsa keraklarini oldi. Ali ibn Bakkar mundaq deydi: Men Rum diyorida mujohidlardan bir kishini ko'rdim. Uning qo'risqi yerilib, uchiyi egarning ustiga sangilib qolgan edi.
u uchiyini qo'risqiga kirgizib, ondan sallisi bilan qo'risqini chigdi va urush qilib, Rum kofirlaridan 10 dan ko'proq kishini o'ldirdi.